Oltinsoy tumanida 54 ta mahalla mavjud bo'lib, ularning har biri bilan alohida yo'l xaritasi asosida ish olib borilmoqda. Ayniqsa 10 ta og'ir toifadagi mahalla bo'yicha sektor rahbarlari, tumandagi mas'ul tashkilotlar, mutasaddi idoralar bilan kunlik nazorat tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu mahallalarda aholini qiynayotgan muammolarni bartaraf etish, yangi ish o'rinlarini yaratish, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash va ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda tumanimizda ikkita yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallasida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari ham amalga oshirilmoqda. Zamonaviy uy-joylar, asfalt yo'llar, piyodalar yo'laklari, yashil hududlar, tadbirkorlik obyektlari va ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda. Aholi uchun yanada qulay va obod mahalla muhiti yaratilmoqda. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan hududlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar doirasida Oltinsoy tumaniga 107.3 milliard so'm mablag' berilgan. Ushbu mablag'lar hisobidan quyidagi ishlar amalga oshiriladi. 83.2 kilometr ichki yo'llarni asfalt qoplamasi yotqizish, 108.7 kilometr elektr tarmoqlarini yangidan tortish, 35 ta yangi transformator o'rnatish, 1645 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatish, 1500 ta beton elektr tayanch ustunlarini o'rnatish, 11 kilometr lotok va ariqlarni betonlash, 14.1 kilometr piyoda yo'lakchalarini qurish, 8.6 kilometr ichimlik suvi tarmoqlarini yangidan qurish belgilab olingan. Shuningdek, aholi uchun eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha ham qator yirik loyihalar amalga oshiriladi. Jumladan Botash, Kasagan, Halqobod, Ipoq, Yangariq hamda Gulobod mahallalarida irrigatsiya tizimlari yaxshilanadi. Tog'aymurod va Kasagan mahallalarida tomorqa yerlarini suv bilan ta'minlash bo'yicha ishlar bajariladi. Yangi qurilish Guliston va Ekraz mahallalaridagi mavjud ochiq dirnash tarmoqlari yopiq dirnash tizimiga o'tkazilib, ushbu yopilgan qismiga to'liq yengil konstruksiyali savdo nuqtalari, xizmat ko'rsatish obyektlari joylashtiriladi. Bundan tashqari hududlarni yanada ko'rkamlashtirish maqsadida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham keng ko'lamda tashkil etilmoqda. Bunda asosan aholi xonadonlari, mahalla ko'chalari, o'sha hududda joylashgan ijtimoiy infratuzilma obyektlari, maktab, bog'chalar hammasi qamrab olinadi. Oltinsoy tumanida asosan paxta, g'alla va boshqa qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik ekinlari, parvarishlari har kuni joyiga chiqqan holda o'rganilmoqda. Fermer xo'jaliklari bilan hozirgi paytda dolzarb bo'lgan paxtani sug'orish, o'g'itlash, suspenziya qilish, chekanka va boshqa agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida belgilangan mas'ullar hamda fermer xo'jaligi rahbarlari bilan birga ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari hozirda Oltinsoy tumanining Sayrak, Obshir va Xo'jasoat hududlarida 500 gektar intensiv bog'dor, super intensiv bog'dorchilik tashkil etishni belgilab olganmiz. U yerda yer maydonlari hammasi to'liq auksionga chiqarilyapti. Bu yerda gilos, chereshniya va shu kabi yangi eksportbop mevalar ekilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda barcha mahallalarda hasharlar, ko'chalarni obodonlashtirish, yo'llarni ta'minlash, ichimlik suvi, elektr ta'minotini yaxshilash ishlari izchil davom ettirilmoqda. Eng muhimi, biz muammolarni kabinetda o'tiribmiz, mahallalarga chiqib joyida hal qilish tamoyili asosida ishlayapmiz. Har hafta mahallalarda aholi bilan uchrashuvlar, sayyor qabullar tashkil etilib, har bir murojaat bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqilmoqda hamda aholimiz o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda mahallani obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha. Aziz oltinsoyliklar, prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan yuksak marralarga erishishda davlat idoralari bilan bir qatorda xalqimizning hamjihatligi va faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega. Barchamiz birgalikda mahallalarimizni yanada obod, ko'chalarimizni ozoda, qishloqlarimizni farovon qilish uchun bir tanu bir jon bo'lib mehnat qilsak, Oltinsoy tumani yanada taraqqiy etgan va namunaviy tumanga aylanadi. Biz prezidentimiz ishonchini oqlash va xalqimiz farovonligi yo'lida bor kuch imkoniyatimizni safarbar etib boshlangan barcha ishlarni yuqori saviyada sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz.